Hi everyone, welcome to Gai Language Training Center video classroom. Assalamu alaikum sağolashlar. Gai til tarbiyalash markazimizning sin darsxonasiga kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugungi darsimizda yangi o'quv ingliz tili birinchi qism 115-dars va 116-dars o'qiymiz. All right, today we will learn lesson 115 to lesson 116. Okay. Lesson 115 knock knock. Okay. Amsa arkadaşlar, avval biz mush darsimizdagi bir yangi so'zliklarni o'rganib chiqaylik. Amsa ekran qaraydigan bo'lsanglar. Okay. What is the man doing? Okay. Arkadaşlar, action nima ish qilyapti? Sizlarning nima ish qilayotganda? Okay. All right. Okay. He is knocking the door. Shunami? Endi men yerga knock. Knock deganimiz nima desanglar, sadoshlar, knock deganimiz nima desanglar, to hit something again and again. Hit degan nima edi? O'maq, so'qmaq shunami? Again and again. Qayta. Okay. Demakchi, bir narsani qayta o'sanglar nima bo'ladi? Desanglar, shu chekmak shunami? Knock. Okay. Knock emasmi? Knock. Good. Aytsanlar, knock. Yaxshi, ya. Knock. Knock deganimiz nima? Chekmak shunami? Knock. Okay, knock. Okay. And that ikkinchi so'z qaranglar, somebody. Okay. Somebody means someone. Someone means somebody. Okay. And that somebody. Shunaqa. Demakchi ma'lum bir kishi degan gap. Demakchi a person who you don't know. Siz bilmaydigan kishini odatda biz nima deymiz? Someone. Birov deymiz-ku savodashlar o'quvchida. Ma'lum bir kishi yoki birov. Someone or somebody. Demakchi someone is knocking the door. Okay? Ma'lum birisi ikkinchiga o'tadi. Shu knocking at the door. Okay, knock at something bo'lsa, ma'lum bir narsani chekmak, shunami? Knock at the door. Somebody is knocking at the door. Ma'lum bir kishi qanday qilyapti? Ishni chekyapti. Ishni chekyapti. Nima ekan? Knock somebody or someone. Okay? So, what is happening? Voy, nima bo'layotdi? Okay? You can say, someone is knocking at the door. Okay, nima? Birisi ishni chekyapti. Someone is knocking at the door. Knock. Agar tanlab knock. Good. Knock. Okay, knocking. All right. Amsa keyin qaranglar. Okay. Amsa bu rasm sizlarga tanishmidi vallah? Okay. Bu rasm qarasanglar, bu meniki ona maktabim Şinjan Universitetiniki kutubxonasi. Bu nari kutubxonasi desanglar, shu Janub maktab rayonidagi kutubxonasi. Nan shovchi deb qo'yamiz-ku. Ayni vaqtda hamda men nahv o'qish bitganda, shu binoni sevyapti. Biz o'qish bitirib maktabdan ayrilgandan keyin, ondan keyin endi shu bino ishga kirishtirildi-ku. Lekin bek shu selish hamma jarayonini ko'rib turdik, lekin endi ishga kirishga bir fursat bo'lmadi. Lekin intayin chiroyli qilingan bino. Okay, shu Şinjan Universitetida o'qiydigan savodashlar o'qisa, bu nima degan yaxshi, Okay, intayin nihoyatda ozoda, nihoyatda yaxshi bo'lgan kutubxona, shunami? Kutubxona nima deymiz desangiz, savodashlar, library. Okay, you can say library. Okay, library. And a library ning bir tarafi nima ekan balla? Entrance. Shunami? Entrance. Okay. It's entrance. You know, also we can say library, it's not noisy in the library. Okay, nima? Kutubxonada nima yo'q savodashlar? Not noisy. Qanday emas? Shovqinli emas. Demakchi varang-churung yo'q, varang-churung emas degan gap, kutubxona. Okay. Undaqda everything is quiet in the library. Demakchi hamma narsa kutubxonada bo'lganda very quiet. Okay, quiet. All right. And the quiet deganimiz ham nima shariki nima desanglar, tinch, jimjit degan gap. Everything is quiet in a library. Okay? It means not noisy, shunami? Varan-churang emas. Okay. Amsa kengsi qarsak, do you know this brand, guys? It's Leaning, right? Okay, amsa adasma markani bilamsizlar? Brand deganimiz marka, bu marka Leaning shunami? Leaning ning bir slogansi bor. Slogan degan nima desanglar, shuar. Bu nima? Everything is possible. Xo'sh, everything is possible. Everything degan nima? Har qanday narsa.
every her bir her qandaq tushunami? Everything her qandaq narsa is bo'lsa possible, mumkin. Demakchi, her qandaq narsa mumkin bo'ladi. Onun ikininde müşarike possible, okay? Okay, it's possible degan nima aytsa, if something is possible, it can be done. Okay, agar bir narsa mumkin bo'lsa, uni qanday qilgan bo'ldi, qiyin bo'ldi. Demak, possible degan nima? Mumkin. Okay, mumkin. Demakchi, shu leaning degan tender va kiyim-kechaklarning markasi bu. Ana shu markaning sloganisi shuari everything is possible. Xuddi bizning g'oyat tarbiyalash markazining nimasi slogan nima aytsa, better education, better future. Demakchi, parlaq kelgusi, yaxshi ma'rif deb aytiladi. Shunami? Better education, a better future. Okay. Andaqda dunyoviy yana bir marka bor. Nima? Adidas. All right. And Adidas degan nima markasi arkadaşlar? Adidas deganimiz hamda Germaniyaning markasi, shunami? Okay. Germaniyaning markasi. Bu shu qurg'uvchisi Adidaslarningki ismi bilan atalgan, shunaqa Adidas. Okay, Adidas. Ana bu Adidasning sloganisi nima desanglar? Nothing is impossible. Okay. Bu qaramoqqa qarasanglar bu Lenin bu Adidasni doğragandek ko'rindi. Albatta to'g'ri, doğragan, tushunami? Chunki hamda Adidasniki hamda dunyoviy marka, uning ustiga qanday desanglar, buniki tarixi hamda 100 yilda oshadi. 100 yil atrofida, 100 yilda oshmasin-chi. Okay, and nima? Nothing is impossible. Nothing is impossible. Demakchi, men qaranglar, everything, nothing. Okay, everything har qanday narsa, nothing hech qanday narsa. Demakchi, yo'q narsa, tushunami? Okay. And possible, mumkin, impossible degan nima? Mumkin emas. Demakchi, mumkin bo'lmaydigan ish yo'q degan gap. Nothing is impossible degani. Tushunalmi? Everything is possible degan har qanday ish qanday qildi, mumkin bo'ladi degan gap. Demak, everything har qanday narsa, nothing hech qanday narsa. Possible, mumkin, impossible, mumkin emas. Impossible, mumkin emas. Nima? Nothing is impossible. Mumkin bo'lmaydigan ish yo'q. I'm scarala. King say, look at this picture. Okay, what is she doing? Okay, what is the girl doing now? What is she doing? You know, the girl is sleeping. Or you can say, the girl is asleep. Okay, demakchi uxlayotdi. Shu uxlashlik holatini nima deymiz? Balla asleep deymiz, ha? Yoki the girl is sleeping. Yoki nima? The girl is asleep. Demakchi uxlayotdi. Shu holatini ifodalaydi. Okay. Andaqda qaranglar. Oh, what about this dog? Okay, what about that? Okay. Buni qarasanglar, nima? What are they wearing? Ular nima kiyibapti yoki nima taqibapti bolalar? So what are they wearing? Look. The one cat, you know, wearing a pair of glasses and also hats, right? You know, they are wearing glasses. Haqqa glasses deganimiz hamda aynak istakanlardan sirt sağlasa, yani onun ma'nosi nima desanglar? Glassesniki ko'zoynak. Chunki hamda nima uchun glasses deymiz desanglar? Masalan, glassesdanmi qanday desanglar? Ikki tal ko'zi bor emasmi? Shun glasses deydigan gap, ko'plik sanaydigan gap. Shuni masalan o'sha glassni nima qilganda qanday desanglar? Ko'plik oxiriga iyas qilib qo'yamiz glasses. Tushunalmi? And how many pairs of glasses? Or qancha jup ko'zoynak taqib olibsiz odamlar? Okay, 2 pairs of glasses. Nima? 2 jup. 2 pairs of. And the 1 pair of, tushunami? Hamda 2 bo'lgandan miqdor so'zni qanday qilamiz? Insonlar cho'qimay ko'pligini yozma. 2 pairs of glasses. 2 jup qanday ko'zoynak. Hamda 2 jup oyoq degani 2 pairs of shoes. Tushunami? 2 jup oyoq. All right, look at the next one. Next one is invite. Okay, invite. Invite. Va. Amma tavishqa istinki kishlarimiz asan bir levimiz ishari invite. Okay. Qaranglar, bular nima ekan bolalar? Invitation. Taklifnoma. Janob taklifnoma beribdi, keling deb degandek. Shu taklifnoma degan nima? Invitation. All right, invitation. Shunami? Invite degan taklif qilmoq, pil. Arabcha uyg'urcha pil, maqmaq bu shimni qatimizga. Hamsqana. Who invited you? Sizni kim taklif qildi? Okay.
degan gap majumda. Hamda we will invite you to the dinner next week. Biz sizni kelar haftadagi tamoqqa, dinner deganimiz kashlik tamoqqa, kashlik g'izoga taklif qilaylik deydi. Okay. Demak ham demisharki I invited my friends to my home. Okay. I invited friends to my home. Men do'stlarimni qanday qildim? Uyga taklif qildim. Okay, good. Amsa qarab baqgan bo'lsak, keyingisi nima? Lemonade. Okay. Lemonade. Bala lemon degan bilasizlar, limon. Masalan, o'sha rasmda ko'rinib turibdi. Nima ekan? Limon shunami? Lemonade deganimiz ham shu limonning suyi. Limon suyi. Shuni nima deymiz? Lemonade yoki limon sharbati. Shunami? I want some lemonade. Mening azroq limon ichkim bor. Shunami? Okay. And look at the picture and answer. Okay. Amsa tekst o'qishimizdan burun balla bu rasmlarga qarab, undan keyin shunga bir javob berib beringlar. Okay. Look at this picture first. And in this picture, you know, gym. Can you see the gym? Okay. So what is the gym doing? Qaralama bu rasmga. So what is the gym doing? What is the gym doing? Okay. Shunda baqara. You know, Jim is knocking at the door, right? Knock, 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 knock. Knock, 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 knock. Yes, yeah? Okay, what about next second? Okay, is there anyone in the house? Okay, where be brass bamikan? Is there anyone in the house? Okay, okay. In this picture, is there anyone in? No, right? No. Yo'q. Demakchi, tushunami? All right. Next one. So, where's everybody? Okay, where's everybody, guys? Where's everybody? Okay? You know, everyone is in the garden. Ko'pchilik nima ekan, savolashlar? Ko'pchilik in the garden. Gullik ekan, tushunami? Okay, gullik ekan. So, what does the Jim want to drink? Okay? And the Jim nimani ichishni xohlaydi ekan? Desa, amsa rasmda ko'rinib turibdi. Nima ekan balla? Jim wants to drink some beer. Okay, beer. Piva. Piva ichishni xohlaydi ekan. Demak, ana shu rasm ko'rib bo'ldinglar. Andaqda. Okay. Andaqda shu savollarning bo'ldi. Sizlarga shu tekshimizga intayin muhim nuqtalarni tushuntirishdan burun sizlar shuniki anglash qismini bir ko'ngil qo'yib anglanglar. Anglagandan keyin ana shu language focus qilib ketaylik. Okay, listen carefully. Lesson 115. Knock, knock. Listen to the tape, then answer this question. What does Jim have to drink? Isn't there anyone at home? I'll knock again, Helen. Everything's very quiet. I'm sure there's no one at home. But that's impossible. Carol and Tom invited us to lunch. Look through the window. Can you see anything? Nothing at all. Let's try the back door. Look! Everyone's in the garden. Hello, Helen. Hello, Jim. Everybody wants to have lunch in the garden. It's nice and warm out here. Come and have something to drink. Thanks, Carol. May I have a glass of beer, please? Beer? There's none left. You can have some lemonade. Lemonade? Don't believe her, Jim. She's only joking. Have some beer. Okay, guys. Finished? Amsa anlab bo'lganlar balla? Amsa anlab bo'lgan bo'lsanglar, bizning shu bugungi darsimizga intayin muhim bo'lgan bir necha nuqtalar bor. Biz birlikda ko'rib chiqaylik. Amsa qaranglar. Aren't you a student? Okay, balla. Are you a student deganimiz go siz o'quvchimi degan gap.
Aren't you a student? Siz o'quvchi emasmi? Bu nima? Savol jumla, inkor savol jumla. Xo'sh, ana bu inkor savol jumla nim bo'ladigan-do desanglar, qaranglar. İnkar sual cümle aretdə nima dersanglar, bu ko'pincha sizlarniki so'zlik ichining bir hayronligini, uningdan endi shu bir nimasini ifodalaydi desanglar, bular qaytirma so'raqdekchu. Shu mandaq emasmi? Ajiba mandaq emasmi? deb so'rash nimasi. Amniyatda bu inkar sual cümle amniyatda nima desanglar, buning ma'nosi bo'lishliq chiqadi. Bo'lishliq bo'ladi. Okay. Endi men sen bir saat ishonlamay qo'yib bir qalam. Uyyu, ma qalam mening emasmi? Okay. Oy ma qalam mening emasmi? deganinglar endi uyi ma qalam meningki-ku degan gap. Masalan, ba'zida shu qarindoshlaringlar bo'lgan bo'lsa, uyda xat yozgan emas, akukinlaringlar. Ba'zi ota-onalar, masalan, inanglarga bekrak, yan besib ketib, yekrak hamda bir narsani berib nim qilib kelsa, "Ana, men sening balang emasmi?" Okay. Men sening balang emasmi degani hamda masalan, "Voy, men sening balangdim-ku, nemish qunda o'xshash muomala qilmaysan" degan gap. Demak, mishariki inkor savol jumla amliyatda nima dersanglar, ba'zi taklifni, ba'zi taklif fikrlarni, ba'zilarga talablarni qanday qildi ifodalab keladi. Demakchi, aren't you a student? Sen o'quvchi emasmi? O'quvchi turib nima ish bunday qilsa, o'quvchi degan unda qilsa qanday bo'ladi? Degandek gap bo'ldi. Emas qaranglar. Okay, anyone at home? Uyda bir bormi ya? Masalan, is there anyone at home? Uyda bir kishi yoki ma'lum bir odam bormi? Endi men isn't there anyone at home? Voy, bu uyda yo'qmidi? Uyda biraz yo'qmidi? Asli demakchi uni, uyda bo'lish kerak-ku, nim deb yo'q. Demakchi shundami? Uyda bo'lish kerak-ku demakchi. Masalan, don't you know your teacher's name? Siz o'qituvchingizning ismini bilmamsiz? Degani hamda. Voy, siz bilasizmi o'qituvchingizning ismini? Nima qilib bilmaysiz? Shunami? Okay. Masalan, won't you help us? Okay. Siz bizga bir yordam qilmamsiz? Okay, demakchi hamda musharika nimasini desanlar, asli bizga yordam qiling demakchi. Shunami? Uningga fikri hamda, "Voy, bizga yordam qiling-chu" deganga, "Won't you help us?" deganga, "Voy, bizga yordam qiling." Yordam qilmamsizmi? degani, "Won't you help us?" Masalan, "Aren't you lucky?" Shunami? "Voy, siz taleylik emasmi?" degani, endi voy nima degan taleyliksiz? "Oh, you are a lucky dogkensiz" degan gap, ha? Demakchi, siz intayin taleylik. Demak, ana shu inkor savol jumla vallahi amniyatda shuniki nima desanlar, bo'lishliq qilmadi, uning ustiga uningki birasiga masalan taklifni, sizlarning fikringlarni, o'tinishni ifodalaydi. Okay, won't you help us? Siz yordam qilmamsizmi? Bir yordam qilsangiz bo'pti-ken degan gap, ha? Shunami? Okay, aren't you a student? Siz o'quvchi emasmi demakchi? O'quvchi-ku. Demakchi. All right. And so, Allah, can you say a new words, especially like one, like everyone, right? Everybody, everything, everywhere. Shunaqa? Everything har qandaq. Shunaqa? Har qandaq. Okay, har qandaq. Masalan, everyone har qandaq birsi demakchi ko'pchilik degan gap bu. Hi everyone degani, "Oy ko'pchilik" degan gap bo'ldi. Shunami? Hi everybody, har bir badanlar degani shu har biraylan, ya'ni shu ko'pchilik degan gap. Everything, har bir ish demakchi hamma ish. Shunami? Everywhere, hamma. Yeah. Okay. What about like any, right? Anyone? Demakchi xohlagan birisi degan gap. Anybody o'xshasa xohlagan birisi. Anything, har qanday ish. Xohlagan bir ish, shunami? Okay, anywhere, xohlagan biriga, shunami? Okay. Masalan, what about no? No one, hech kim. Demakchi yo'q odam degan gap, shunami? Okay, nobody. Nobody but you. Hech kim emas, faqat siz degan gap. Shunami? Okay, nobody, hech kim. Okay, nothing. All right, nothing deganimiz nima? Hech qandaq desanlar ish. Okay, or nowhere. Okay, nowhere, hech qandaq yer. Shunaqa, none.
Yo'q, tushunami? Okay, someone. Endi some degan endi ma'lum. Demak, siz bilmaydigan shaxs, ish, narsa, o'rin bir narsa ekan, imkon bo'lsa, no way. Some degan. Masalan, someone. Ma'lum birisi. Lekin siz bilmaysiz. Shu birsiligini bilasiz, lekin aniq bilmaydigan gapda someone, somebody, tushunami? Something. Something demakchi, umuman nima? Ma'lum birisi, tushunami? Ma'lum ish yoki ma'lum bir narsa. Somewhere. Ma'lum bir yer. Okay, somewhere. Ma'lum bir yer. And read and choose the best word. Okay, like everywhere, everyone, everybody, everything. Demakchi, mushlarni ichidagi eng muvofiqini qanday qilinglar? Bir tanlab qo'yinglar bolalar. Masalan, is asleep. Okay, is asleep. Okay, nima? Everybody or everyone is asleep. Demakchi, adam uxlaydi-ku bu yerda, ko'pchilik. Endi bu yerga everyone, everybody ko'pchilik degan gap. Endi ko'pchilik kollektiv degan gap. Endi bu garchi jiq narsani ko'rsatsa-mu, lekin ism jihatdan aytganda bu birlik deb qanday qilamiz? Birlik deb muomala qilamiz. Shunga everybody is, everyone is deb ishlatamiz. Okay. Endi keyin qaranglar. Bu yerga mana ikkinchi rasmda mana u yerga hamma narsa qanday vahshiy qilaymikan untidy ekan-ku. Demakchi hamma narsa everything is untidy. Okay. Endi manacha odam yashangan kishi qanday qilibdi? I looked for my pen. Men qalamimni izladim. Hamma yer. Okay, endi hamma yer deganicha everywhere. Men qalamimni hamma yerdan qanday qildim? Izladim. Demakchi, shu hamma yer everywhere. Okay, as qaranglar. Sheldon nima deb chekayapti? Nak. Is there at home? Is there everybody ma? Oh, bu yer ko'pchilik bormi? Nima deymiz? Is there anyone? Bilasinglar, anybody, bilasinglar at home? Wait, bilasinglar bormi? Is there anybody at home? Is there anyone at home? Tushunami? Oh, what about? Is there ma'lum narsa degan nima deydi? Anything. Good. Is there anything in that box? O eshikda biror narsa bormi? Is there anything else? Okay. And my king's nima? I couldn't find my pen. Men qalamimni topolmadim. Anywhere. Okay. I couldn't find my pen anywhere. Hech qanday yerdan, qanday desanglar, hamma yerdan bir nima qalamimni topolmadim. All right. Hamsa ma'no qaranglar. Endi ma'noda there is deganimiz bor degan gap bu yerda. There is. Okay, there is no one at home or nobody at home. Demakchi, mush odamni bildirganda bolalar nima? One yoki body. Ishlatamiz everybody, ko'pchilik. Everyone, ko'pchilik. Tushunami? No one, nobody, hech kim. Tushunami? Bu yerda hech kim yo'q ekan. Bu yerda odam yo'q ekan, tushunami? And there is in that box. And hech kim narsa bo'lmaydi-ku, narsa bo'ladi. Demakchi, hech qanday narsa. There is nothing, okay, in that box. Okay, but where did you go yesterday? Siz tunugun nega bordingiz? Tunugun nega bordingiz? Okay. Nowhere. Or you check out? I stayed at home. Wait, men uyda o'tirdim. Eshak bormidim. Tushunami? Okay, endi qaranglar. There is, okay, in the garden. Okay. There is nima? There is someone or somebody. Voy, gullikda ma'lum bir kishi bor ekan. Demak, siz buni tonimaysiz, tushunami? Shuni someone or nima? Somebody deb ishlatgan gap. Okay, there is someone in the garden. Okay, what about? There is something under the chair, okay? And o'rindiqning ostida demak ma'lum bir narsa bor ekan, yoki chashqan yoki bir narsa shunami? Oh, there's something under the chair. Okay, ma'lum narsa shunaqa. Okay, my glasses must be ma'lum bir yerga ma'lum where, somewhere. Hey, you are wearing it. Oh, siz taqovyapsiz, shunami? Okay, guys, let's practice. Practice makes perfect. Nima? Ans qaranglar. Mana mashq qilib I didn't buy anything. I bought nothing. Shunaqmi? Masalan, o'lgu misol. I didn't buy anything. I bought nothing. Men hech narsa olmadim. Andaqda mana mashq qilib Masalan, I didn't do anything. Boy, men hech qilmadim. Boshqa I did nothing. Okay, what about next?
You know, I didn't see anyone. Okay, men hiç kimni ko'rmadim. Nima? I saw debangla, nima deymiz? Okay, no one. Yoki nobody shunaqa. Okay, I saw no one or nobody. All right. Qarasanglar nima? I didn't go anywhere. Men hech yerga bormadim. Men hech yerga bordim. Boshqa. I went nowhere. Shunaqa. To'rtinchisi, I didn't met anybody. Men hech kim bilan ko'rishmadim. Nima? I met nobody or no one. Okay. All right. Answer qaranglar. You know, they are all looking out of the window. Ular hammasi sirtga qarayapti, shunami? Everyone is looking out of the window. Demak, ko'pchilikning hammasi qanday qarayapti? Sirtga qarayapti. Demakchi, they are all, demakchi, bu yerda everyone. Everyone ekanida diqqat, cho'qim birlik sanalda, shu is ishlatamiz. Or ishlatsa qolsa xato. Okay, answer qilinglar. I have not got anything to eat. Voy, mening yeydigan narsam yo'q. Nima? I have got nothing to eat. Nothing to eat. Okay, I'm speaking to you. We did not see anyone today. Biz hech kimni ko'rmadik bugun. We saw no one today. We saw no one today. All right, ladies and gentlemen, today we have already learned from lesson 115 to lesson 117. Oh, sorry. Okay, ladies and gentlemen, today we have already learned from lesson 115 to lesson 116. So I hope you guys and review our class regularly. Okay. And so arkadaşlar bugün şu 16-15 dersini o'rganib bo'ldik. Undan keyin sizlar shu topshiriq demaysan, shu so'zlarni 20 qatim ko'chirib yozinglar. Undan keyin bizningki shu darsligimizga asosanchi sizlar bir xotir qoldirib qo'yinglar. Endi xotir qoldirib qo'yib sizlar shu masalan shu 10 darsniki shunami 10 darsning xotirasini yozib hammasini rasmga tortib undan keyin masalan sizlarning unlarning do'stlarcha birga yoki Weibo'ga sizlar ashini mana boshqalarga finchan qilib bersanglar sizlar shuni finchan qilgan demakchi ham baharlagan rasmni menga tortib telefon oldi menga avatib bersanglar men sizlarga sovg'a avatib beraman. Okay, nerede bulsanlar qat'iy nazar, dunyoning har qaysi joylarida bo'lsanlar, ashuni avatib bersanglar, men sizlarga sovg'amni yetkazaman. Demak, yaxshi o'rganganlar qanday desanglar, sovg'at bor. Okay, sadoqlar, hamsa bugungi darsimiz mushaga bo'lsin. See you next time. Keyingi darslarni ko'rishni unutib qolmanglar. Goodbye.